Kvitansiya keldi, summa katta. Odam esa to'lamasam bo'lmaydi deb darrov pul o'tkazadi. Lekin bugun men sizga juda muhim narsani aytaman. Ayrim to'lovlar bo'yicha sizda imtiyoz bor. Ayrim holatlarda esa 100% kompensatsiya olish huquqingiz bo'lishi mumkin. Eng xavflisi shuki, ko'pchilik buni bilmagani uchun yillar davomida ortiqcha pul to'lab yuradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga, har bir xonadonga, ayniqsa pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, yolg'iz keksalar, ijtimoiy daftarlarda turgan fuqarolar va ko'p farzandli oilalarga bevosita tegishli. Men sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Qaysi 6 turdagi kvitansiyalar bo'yicha to'liq yoki qisman imtiyoz bo'lishi mumkin? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa men to'lashim shart deb shoshilmasligi kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday mavzularni ko'p odamlar bilmaydi. Bilmagan odam esa o'z pulidan ayriladi. Avvalo muammoning o'zagini tushunib olaylik. Oldin ko'p xizmatlar bo'yicha tizim oddiy edi. Kvitansiya keldi, demak to'laysan. Gaz, elektr, suv, issiqlik, chiqindi, majburiy badal, kadastr, bog'cha yoki boshqa xizmat bo'ladimi? Odamlar odatda tekshirib o'tirmasdi. Ayniqsa yoshi katta insonlar, yolg'iz pensionerlar yoki hujjatlar bilan ishlashga qiynaladigan fuqarolar qarz bo'lib qolmasin deb darrov to'lab yuborishardi. Lekin hozir ko'plab to'lovlar elektron bazalar, ijtimoiy reyestrlar, subsidiya va kompensatsiya tizimlari bilan bog'langan. Ya'ni siz oddiy fuqaro sifatida men bilmadim deb to'lab yuborgan pulingiz aslida davlat tomonidan qoplab berilishi kerak bo'lgan yoki sizga imtiyoz qo'llanishi kerak bo'lgan summa bo'lishi mumkin. Bu yerda juda muhim farq bor. Imtiyoz degani har doim umuman to'lamaysiz degani emas. Ba'zan imtiyoz tarifining bir qismi bo'yicha bo'ladi. Ba'zan belgilangan normagacha kompensatsiya qilinadi. Ba'zan faqat ma'lum toifadagi fuqarolarga beriladi. Ba'zan esa siz avval to'laysiz, keyin kompensatsiya pul sifatida kartangizga qaytariladi. Shuning uchun men kvitansiyani ko'r-ko'rona to'lamang deyapman. Umuman hech narsa to'lamang demayapman. Farqi katta. To'lashdan oldin tekshiring. Sizga imtiyoz qo'llanganmi? Kompensatsiya hisoblanganmi? Qarz noto'g'ri yozilmaganmi? Xizmat aslida ko'rsatilganmi? Endi asosiy qismga o'tamiz. Men ko'p uchraydigan 6 kvitansiya va to'lov turini tushuntiraman. Birinchisi elektr energiyasi kvitansiyasi. Elektr uchun to'lov hamma xonadonda bor. Lekin ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj toifadagi fuqarolar uchun elektr energiyasi bo'yicha kompensatsiya, subsidiya yoki ijtimoiy norma doirasida yengillik bo'lishi mumkin. Masalan, yolg'iz yashovchi pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, ijtimoiy himoya yagona reyestrida turuvchi kam ta'minlangan oila, boquvchisini yo'qotgan oila yoki alohida ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga muhtoj xonadon bo'lsa, kvitansiyani tekshirmasdan to'lash xato bo'lishi mumkin. Oddiy misol. Oila oyiga 2000 kilovat elektr ishlatdi. Kvitansiya 120 ming so'm chiqdi deylik. Agar bu oila ijtimoiy reyestrda tursa va belgilangan me'yor doirasida kompensatsiya olish kerak bo'lsa, kvitansiyada to'liq summa ko'rsatilgan bo'lishi. Lekin keyin kompensatsiya alohida qaytarilishi yoki hisobda chegirma sifatida aks etishi kerak. Fuqaro esa buni bilmay hammasini to'lab yuboradi, keyin kompensatsiya kelmaganini tekshirmaydi. Natijada bir oyda o'ttimda 30 ming so'm, bir yilda esa 500-600 ming so'mgacha farq bo'lishi mumkin. Bu kichik pul emas, ayniqsa daromadi cheklangan oila uchun. Ikkinchisi tabiiy gaz kvitansiyasi. Gaz bo'yicha ham shunga o'xshash holatlar ko'p, ayniqsa qishda. Gaz sarfi oshadi, kvitansiya katta keladi, odam qo'rqadi, ertaga uzib qo'yishadi deb to'lab yuboradi. Lekin gaz bo'yicha ham ijtimoiy norma, kompensatsiya, subsidiyalash mexanizmlari bo'lishi mumkin. Eng ko'p xato nimada? Hisoblagich ko'rsatkichlari noto'g'ri kiritiladi. Eski qarz yangi kvitansiyaga qo'shiladi. Ba'zida sizning imtiyozli toifangiz ko'rinmaydi yoki xonadonda yashovchilar soni noto'g'ri turadi. Masalan, pensioner ayol yolg'iz yashaydi. Uyida gaz hisoblagichi bor. Qishda kvitansiya 4 ming so'm keldi. U hammasini to'lab yubordi. Keyin ma'lum bo'ldiki, hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri yozilgan. Qo'shimcha 120 kub metr kiritilgan. Yana bir holatda esa ayol ijtimoiy yordam oluvchilar ro'yxatda turgan, lekin gaz tashkiloti bazasida bu ma'lumot aks etmagan. Natijada unga imtiyoz qo'llanmagan. Bunday vaziyatda to'lovni amalga oshirishdan oldin shaxsiy kabinet, gaz ta'minoti bo'limi yoki mahalla orqali ma'lumotni tekshirish kerak. Uchinchisi ichimlik suv va oqova suv kvitansiyasi. Suv bo'yicha ham ko'p odamlar ortiqcha to'laydi. Sababi oddiy, hisoblagich bo'lmasa,
Hisob yashovchilar soniga qarab qilinadi. Ba'zida esa aslida 2 kishi yashaydigan xonadonda 5 kishi ro'yxatda turgan bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, vaqtincha ko'chib ketgan farzandlar hali ham hisobda turadi. Natijada suv kvitansiyasi har oy 2 barobar, 3 barobar ko'p keladi. Bundan tashqari, ayrim toifalar uchun suv ta'minoti bo'yicha yengillik yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mavjud bo'lishi mumkin. Bu ham hudud. Toifa va amaldagi tartibga qarab farq qiladi. Men doim aytaman, agar siz kam ta'minlangan oila bo'lsangiz, nogironligi bo'lgan shaxs yashasa, yolg'iz pensioner bo'lsangiz yoki ijtimoiy daftarlardan birida tursangiz, har qanday kommunal kvitansiyani to'lashdan oldin menga imtiyoz bormi deb so'rashga to'liq haqlisiz. Misol keltiraman. Xonadonda ona va 2 farzand yashaydi. Lekin ba'zida 6 kishi ko'rsatilgan. Avval ro'yxatda turgan aka-ukalar, kelin, yana bir qarindosh, hisoblagich yo'q. Suv uchun har oy 90 ming so'm o'rniga 20 ming so'm chiqyapti. Bir qarashda tarif oshgan deb o'ylashadi. Aslida esa hisob noto'g'ri odam sonidan kelib chiqqan. Agar fuqaro suv korxonasiga borib, yashovchilar soni bo'yicha dalolatnoma qildirsa, mahalladan ma'lumotnoma olsa yoki propiska ma'lumotlarini yangilatsa, keyingi kvitansiya kamayadi. Ayrim holatda ortiqcha hisoblangan summa qayta ko'rib chiqilishi ham mumkin. 4-inchisi, issiqlik ta'minoti, ya'ni ko'p qavatli uylarda markaziy isitish kvitansiyasi. Bu ayniqsa shaharlarda dolzarb, odamlar ko'pincha uyim sovuq, lekin issiqlik uchun katta pul kelyapti deb shikoyat qiladi. Bu yerda 2 masala bor. Birinchisi xizmat sifati. Agar issiqlik yetarli berilmasa, xonadonda harorat belgilangan me'yorlardan past bo'lsa, siz xizmat uchun to'liq haq to'lash bo'yicha e'tiroz bildirishga haqlisiz. Ikkinchisi imtiyoz masalasi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar uchun isitish mavsumida kompensatsiya yoki subsidiya berilishi mumkin. Hayotiy misol. Ko'p qavatli uyda yashovchi nogironligi bo'lgan fuqaro har oy issiqlik uchun 300 ming so'mdan to'lab kelgan. Uyda radiatorlar iliq, xona harorati 12.7 darajadan oshmagan, u odam baribir kvitansiya keldi deb to'lagan. Aslida esa u boshqaruv servis kompaniyasiga issiqlik ta'minoti tashkilotiga yozma ariza berib, harorat bo'yicha dalolatnoma tuzdirishi kerak edi. Agar xizmat sifatsiz bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qilish mumkin. Agar fuqaro imtiyozli toifaga kirsa, imtiyoz yoki kompensatsiya masalasi ham alohida tekshiriladi. Yozma ariza bo'lmasa, ko'pincha hech narsa o'zgarmaydi. Og'zaki shikoyat esa keyin isbot bo'lmaydi. 5-inchisi, chiqindi olib chiqish kvitansiyasi. Bu kichik summa bo'lib ko'ringani bilan yillar davomida sezilarli pul bo'ladi. Chiqindi to'lovi odatda odam soni bo'yicha hisoblanadi. Shu sababli ro'yxatda ortiqcha odam tursa, kvitansiya ham ortadi. Ayrim joylarda vaqtincha yashamaydiganlar, talabalar, chet elda ishlayotganlar, uzoq muddat davolanishda bo'lganlar bo'yicha qayta hisob-kitob masalasi ko'tarilishi mumkin. Bundan tashqari, ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar uchun mahalliy darajadagi yengilliklar bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, bir xonadonda amalda 4 kishi yashaydi, lekin chiqindi kvitansiyasi 7 kishiga kelyapti. Oyga farq 25 ming so'm bo'lsin. 1 yilda 300 ming so'm, 5 yilda 1 million so'm. Odamlar esa nima bo'pti chiqindi-ku deb e'tibor bermaydi. Lekin pulda siz har oy noto'g'ri hisob uchun to'layotgan bo'lsangiz, bu sizning oilaviy byudjetingizdan ketayotgan mablag'. Shuning uchun chiqindi tashkilotidan shaxsiy hisob varag'ingizni nechta odam bo'yicha hisoblanayotganini, qarz qaysi davrdan kelganini so'rang. Agar noto'g'ri bo'lsa, yozma ariza bilan qayta hisob-kitob talab qiling. 6-inchisi, ko'p qavatli uylar uchun majburiy badal boshqaruv kompaniyasi ko'p shirkat to'lovi. Bu juda nozik masala. Odamlar ko'pincha shirkat kvitansiyasi keldi, demak to'lash kerak deb o'ylaydi. Lekin bu to'lov bo'yicha ham savollar berishga to'liq huquqingiz bor. Nima xizmat ko'rsatildi? Lift ishlayaptimi? Yo'lak tozalanyaptimi? Tom ta'mirlandimi? Yerto'la tartibdami? Elektr chiroqlari yonayaptimi? Sizdan undirilayotgan summa yig'ilish qarori bilan tasdiqlanganmi? Tarif qanday belgilangan? Qarzdorlik qayerdan paydo bo'lgan? Agar siz imtiyozli toifaga kirsangiz, ayrim hollarda uy-joy kommunal xizmatlari bo'yicha kompensatsiya yoki manzilli yordam orqali bu to'lovlarning bir qismi qoplanishi mumkin. Lekin shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi kvitansiyasida hamma narsa avtomatik to'g'ri aks etadi deb o'ylamang. Ayniqsa eski qarzlar, oldingi egadan qolgan qarz, noturar joyga noto'g'ri tarif qo'llash, maydon noto'g'ri ko'rsatilish kabi muammolar ko'p uchraydi. Endi kimlar alohida e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda pensionerlar.
Ayniqsa yolg'iz yashovchi keksalar. Ikkinchidan, I va 2 guruh nogironligi bo'lgan shaxslar hamda nogironligi bo'lgan bolasi bor oilalar. Uchinchidan, kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatda turuvchilar. To'rtinchidan, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari yoki boshqa ijtimoiy ro'yxatlar orqali yordam oluvchilar. Beshinchidan, boquvchisini yo'qotgan oilalar. Oltinchidan, ko'p farzandli oilalar. Yettinchidan, urush qatnashchilari. Front orti mehnatkashlari yoki ularga tenglashtirilgan shaxslar kabi maxsus maqomga ega fuqarolar. Har bir toifa bo'yicha tartib bir xil emas, lekin umumiy qoida shuki, maqomingiz bor bo'lsa, kommunal va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha yengillikni tekshirmasdan pul to'lamang. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning daromadingiz rasmiy ravishda yuqori bo'lsa, ijtimoiy reyestrda turmasangiz, maxsus maqomingiz bo'lmasa, hisoblagichlar to'g'ri ishlasa, kvitantsiyada ko'rsatkichlar mos bo'lsa va qarz davri aniq bo'lsa, ehtimol siz odatdagi tartibda to'laysiz. Lekin hatto bunday holatda ham tekshirish zarar qilmaydi. Chunki xatolik faqat imtiyozda emas, hisob kitobda ham bo'ladi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat: imtiyoz hamma xizmatga bir xil qo'llanmaydi. Masalan, siz elektr bo'yicha kompensatsiya olishingiz mumkin, lekin chiqindi bo'yicha olmasligingiz mumkin. Yoki gaz bo'yicha normagacha yengillik bo'ladi, lekin normadan oshgan qismini o'zingiz to'laysiz. Shuning uchun men imtiyozliman, demak umuman hech narsa to'lamayman degan fikr noto'g'ri. Har bir xizmat bo'yicha alohida tekshiriladi. Ikkinchi nozik jihat: imtiyoz ko'pincha arizasiz yurmaydi. Ba'zi ma'lumotlar avtomatik bazalardan olinadi, lekin amalda tizimlar doim ham bir-biriga to'liq ulanmagan bo'lishi mumkin. Siz nogironlik pensiyasi olasiz, lekin kommunal tashkilot bazasida bu ko'rinmasligi mumkin. Siz kam ta'minlangan oila sifatida reyestrdasiz, lekin shaxsiy hisob raqamingiz boshqa odam nomida bo'lishi mumkin. Masalan, uy marhum otangiz nomida, kvitansiya ham uning nomiga keladi. Siz esa shu uyda yashaysiz va imtiyozli toifadasiz. Bunday holatda hujjatlarni tartibga keltirmasdan imtiyoz avtomatik tushmasligi mumkin. Uchinchi nozik jihat: kompensatsiya va chegirma boshqa narsa. Chegirma kvitansiyada summa kamayib kelishi mumkin. Kompensatsiyada esa sizga pul oldi kartaga tushadi yoki keyingi to'lovlarga hisobga olinadi. Shuning uchun kvitansiyada kamaymadi, demak menga hech narsa berilmadi deb xulosa qilmang. Bank kartangizga tushumlarni, ijtimoiy yordam to'lovlarini, MyPoy, Gov.uz yoki tegishli tashkilotdagi ma'lumotlarni tekshiring. To'rtinchi nozik jihat: qarzning muddati va kelib chiqishini so'rang. Ba'zan kvitansiyada qarz deb yoziladi, lekin qaysi oy, qaysi yil, qaysi xizmat uchun ekanini hech kim tushuntirmaydi. Siz to'lashdan oldin qarz tafsilotini talab qilishga haqlisiz. Menga qarzdorlikning davrlar kesimidagi hisob kitobini bering deb yozma ariza bering. Agar qarz eski egadan qolgan bo'lsa, meros oldi sotdi, mulk huquqi o'tgan sana bo'yicha alohida tekshirish kerak. Har doim ham yangi egaga eski qarzni avtomatik yuklash to'g'ri bo'lavermaydi. Vaziyatga qarab huquqiy baho beriladi. Beshinchi nozik jihat: xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa, to'liq haq talab qilish masalasi bahsli bo'lishi mumkin. Masalan, issiqlik yetarli emas, lift oylar davomida ishlamagan, chiqindi vaqtida olib ketilmagan, suv bosimi juda past bo'lgan. Lekin buni isbotlash kerak. Isbot nima? Yozma murojaat, davlatnoma, foto, video, qo'shnilar imzosi, boshqaruv kompaniyasi vakili chaqirilgani, dispetcherga murojaat raqami. Hamma biladi, xizmat yomon degan gap sudda yoki qayta hisob kitobda yetarli bo'lmasligi mumkin. Birinchi qadam: oxirgi 6 oylik kvitansiyalarni yig'ing. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi to'lovi. Agar qog'oz kvitansiya bo'lmasa, mobil ilova, bank ilovasi, shaxsiy kabinet yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotdan chiqarma oling. Har birida shaxsiy hisob raqami, hisoblangan summa, to'langan summa, qarz, penyalar va ko'rsatkichlar ko'rinsin. Ikkinchi qadam: o'zingizning maqomingizni aniqlang. Siz pensionermisiz? Nogironlik guruhingiz bormi? Oilangiz ijtimoiy reyestrdami? Mahalla daftarlaridan biridamisiz? Bolangiz nogironligi bo'lgan bola sifatida ro'yxatdami? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olasizmi? Bularning har birini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Nogironlik ma'lumotnomasi, ijtimoiy reyestr bo'yicha ma'lumot, mahalla tavsiyanomasi, pasport yoki ID karta, JSHIR, uy hujjatlari, kadastr, yashovchilar soni haqida ma'lumot. Uchinchi qadam: har bir tashkilotga alohida savol bering. Elektr tarmog'iga borsangiz, mening shaxsiy hisob raqamim bo'yicha imtiyoz yoki kompensatsiya qo'llanganmi?
qaysi tarif bo'yicha hisoblanmoqda? Oxirgi ko'rsatkichlar qachon olingan? Qarz qaysi davrdan deb so'rang. Gazda ham xuddi shunday. Suvda esa albatta nechta odam bo'yicha hisoblanmoqda deb so'rang. Chiqindida ham shu savol muhim. Issiqlikda maydon qancha ko'rsatilgan, tarif qanday, xizmat sifati bo'yicha qayta hisob-kitob tartibi qanday deb so'rang. Shirkatda esa tarif kimning qarori bilan tasdiqlangan, men to'layotgan pul qaysi xizmatlarga sarflangan deb talab qiling. 4-qadam, og'zaki emas, yozma murojaat qiling. Arizada shunday yozish mumkin. Mening shaxsiy hisob raqamim bo'yicha hisoblangan to'lovlar, qarzdorlik, qo'llangan tariflar, mavjud imtiyoz va kompensatsiyalar haqida yozma ma'lumot berishingizni hamda agar imtiyoz qo'llanmagan bo'lsa, qayta hisob-kitob qilishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, imtiyozni tasdiqlovchi hujjat, kvitansiya nusxalari, bank to'lovlari nusxalarini ilova qiling. Arizaning bir nusxasi o'zingizda qolsin. Qabul qilingan sanasi va raqamini qo'ydiring. 5-qadam, mahallaga va tuman ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Chunki ko'p kompensatsiya va manzilli yordam masalasi aynan ijtimoiy himoya tizimi orqali ko'riladi. Mening oilamga kommunal to'lovlar bo'yicha kompensatsiya, subsidiya yoki moddiy yordam tegishlimi deb so'rang. Agar siz ijtimoiy reyestrga kirmagan bo'lsangiz, lekin daromadingiz past bo'lsa, reyestrga kirish tartibini so'rang. Oila daromadi, a'zolar soni, mulk holati, ish haqi, pensiya va boshqa ma'lumotlar tekshiriladi. Hujjatlar to'g'ri bo'lsa, yordam olish imkoniyati paydo bo'ladi. 6-qadam, ortiqcha to'lov bo'lsa, qaytarish yoki keyingi to'lovga o'tkazishni talab qiling. Masalan, siz 6 oy davomida noto'g'ri odam soni bo'yicha suv yoki chiqindi to'lagansiz. Tashkilot xatoni tan olsa, ortiqcha summa keyingi oylarga avans sifatida o'tkazilishi yoki belgilangan tartibda qaytarilishi mumkin. Bunda hammasi yozma bo'lishi kerak. Og'zaki aytishdi, keyingi oy kamaydi degan gapga ishonib qolmang. Hisob-kitob varag'ini oling. 7-qadam, javob berishmasa yoki rad javobi asossiz bo'lsa, yuqori tashkilotga shikoyat qiling. Kommunal tashkilotning hududiy boshqarmasi, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlari, hokimlik, prokuratura yoki sud tartibi mavjud. Lekin men har doim birinchi navbatda hujjatlarni to'plashni maslahat beraman. Shikoyat kuchli bo'lishi uchun fakt kerak. Kvitansiya, ariza, javob xati, dalolatnoma, foto, video to'lov cheklari. Endi yana bir muhim ogohlantirish. Agar siz haqiqatan ham xizmatdan foydalangan bo'lsangiz, imtiyozingiz yo'q bo'lsa, hisob-kitob to'g'ri bo'lsa, kvitansiyani ataylab to'lamay yurish kerak emas. Chunki penya, qarzdorlik cheklovlar, sud buyrug'i, majburiy undirish kabi oqibatlar bo'lishi mumkin. Mening bugungi gapim shuki, avval tekshiring, keyin to'lang. Ayniqsa katta summa kelgan bo'lsa, eski qarz qo'shilgan bo'lsa. Siz imtiyozli toifaga kirsangiz yoki xizmat sifatsiz bo'lgan bo'lsa, darhol pul o'tkazmang. Avval yozma tushuntirish talab qiling. Ko'pchilik men borsam baribir hech kim qarashmaydi deydi. Lekin tajribada ko'p holatda aynan yozma ariza vaziyatni o'zgartiradi. Tashkilot og'zaki murojaatni unutishi mumkin, lekin yozma murojaatga javob berish kerak. Siz ariza raqamini olsangiz, keyin nazorat qilish oson bo'ladi. Yana bir maslahat, har safar to'lov qilganda chekni saqlang. Bank ilovasidan to'lov tarixini yuklab oling. Hisoblagich ko'rsatkichini har oy suratga oling. Suratga sana tushsin. Bu oddiy odat keyin sizni katta muammolardan saqlaydi. Xulosa shuki, elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi va boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat to'lovlarini ko'r-ko'rini to'lamang. Sizda imtiyoz bo'lishi mumkin. Kompensatsiya bo'lishi mumkin. Qayta hisob-kitob qilish huquqi bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, kam ta'minlangan oila, ijtimoiy daftarda turuvchi fuqaro yoki yolg'iz yashovchi keksa bo'lsangiz, bu masalani albatta tekshiring. Bir oyda kichik ko'rgan farq bir yilda katta pulga aylanadi. Agar sizga ham shunday kvitansiya kelgan bo'lsa, izohlarda yozing, qaysi xizmat bo'yicha qancha summa kelgan. Sizga imtiyoz qo'llanganmi yoki yo'qmi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa ota-onangiz va pensioner qarindoshlaringiz ko'rsin. Kanalga obuna bo'ling, chunki sizning huquqingizni bilishingiz sizning pulingizni saqlab qoladi.